alaykum aziz teletomoshabin do'stlar, kayfiyat ko'rsatuvining muxlislari. Mana yana xonadoningiz mehmonimiz. Bugun ko'rib turganingizdek studiyamizda ekranimizning eng go'zal chehralari yig'ilishgan. Ekranni ro'parasida boshqa narsa, lekin asli hayotda qanday bo'lgan ekan degan savol doim odamni qiziqtiradi. Bugun har birlari bilan alohida tanishib olasiz degan umiddamiz. Mana mening yonimda ustozimiz Farhod Bobojonov, do'stimiz Shuhratjon Qayumov boshchiligida bir guruh suxandonlarimiz tashrif buyurishgan. Demak, Shuhrat aka boshladik. Boshladik. Yigirma 5 yil hozir butun cho'lma-cho'l yuraman, tog'ma-tog' yuraman. Sirdaryo viloyatiga borganimizda bir momo bor ekanlar, 85 yoshda. Uylari kirib qolganmiz. O'sha yerda bir voqea bo'lgan ekan, har safar televideniyada qizlar chiqsa, yigitlar, ayniqsa yigitlar chiqqanda jim o'tiringlar, to'g'ri o'tiringlar, eslamanglar. Qani uyqusirama deb navaralarga tushuntirar ekanlar. O'ylar ekanlarki, hamma meni ko'rib turadi deb o'ylar ekanlar. Bizni o'zi hayotimiz o'zi qiziq Solijon. Mana bu yerda qizlarimiz o'tirishibdi. Men harbiy xizmatga borib kelganimdan keyin Mavluda Ahmedova, Maqsuda Qoratoyeva ustozimiz, Dilfuzaxon Yusupova, Dilfuzaxon Abduqodirova, Dildoraxon Nizomxo'jayeva janobi oliylari hammalari farzand tarbiyasi bilan ta'tilga chiqib ketishgan paytda. Yangi tug'ilgan doim Shuhratjon, meni o'rnimga chiqib qo'ya qoling. Shuhratjon, men farzandimga qarab, xo'p bo'ladi, eng yoshiman ham. Keyin kechasi soat 2:30 da dastur tugaydi. Endi yoshman, har doim ham navbatchi avtomobil mashinamiz birinchi olib borib qo'ymaydi. Yosh kattalar bizni olib borib, Sergillarni aylanib Sebzorga kelguncha tong otadi-da, yana ketishim kerak. Xullas kalom, ertalab Assalom O'zbekistonga jonli chiqishimiz kerak. Sochim katta bo'lgan u paytda, qo'ng'iroq. Eslayman ha. Keyin qarasam 2:30 bo'libdi. Uyga borib kelib o'tiramanmi dedimda, diktorlar xonasida divan bordi. Shunday yotib uxlab qolman. Soat 5 da kam 6 da qo'ng'iroq qilishyapti. Shuhrat aka tez tushing, efir boshlanyapti deb. Shunda uyg'onib qarasam, sochimni tomoni ezilib qolganda, bosh qiyshiq. Sochimni tortaman deyman, tortilmaydi. Efir vaqti boshlandi. Shunda chiqdim. Assalomu alaykum. Hamma u paytda muruvvatda buriladigan televizor bor-ku. Antennasi shamol bo'lsa, televizor tepasi qiyshayib qolardi. Hamma antennasini to'g'rilagan, lekin o'zi bosh qiyshiq bo'lgan. Keyin bir kuni yana uyqusirab shunda kelsam, Shuhrat aka bugun qanaqa kundi dedi operator. Aytdim, oddiy dedim. Desam, diqqat efir deb berib ochdi-da. Mana muhtaram teletomoshabinlar, oddiy kunga ko'rsatuvlarimiz nihoyasiga yetdi. Bir kuni yangi yil oqshomi, ertasiga 1-yanvar kuni chiqish kerak. Men 1-yanvarga deb atab yaltiroq gazet olganman-da. Keyin ertalab programma ochdik. Olga Polevaya bor edi. O'rischa, o'zbekcha ketish kerak. O'zbekcha, keyin o'rischa, keyin o'zbekcha yangilik o'qishim kerak. O'shanda soatni berib turib, soat paytda operatorlar tuzilma galstlarni deb aytganman-da. Efir ketayotgan bo'lgan, soat ketayotganda. Qalay, yangi galstlar chiroylimi bir qarab qo'yinglar deganman-da. Efir ketdi, yangilik o'qidim, programma o'qidim. Keyin Dilfuza G'ulomova degan opamiz borlar, ko'p diktor o'qishlarga uzoq yillar telefon qilyaptilar, qo'ng'iroq qilyaptilar. Ha. Yangi yil muborak bo'lsin, galstlar muborak bo'lsin dedilar-da. Qani qayerdan bildingiz galst? O'zingiz aytdingiz televizorda deydi, shunaqa qilib. Efir ketib qolgan. Farhod aka yangi yil haqida gapiryapsiz, men ham esimga tushib qoldim. Hozir ko'rsatuv tayyorlanish jarayonida Solijon bilan gaplashib turganimizda zastavka haqida gapirdilar. Ko'pincha yangi kelgan diktorlar yangi yil kuni navbatchi bo'lar edi. Soat 12 da yangi yil bazmini ikkinchi qismini e'lon qilish uchun diktor chiqib, hozir yangi yil bazmining ikkinchi qismini tomosha qilasiz degan so'zni aytishimiz kerak edi. O'sha paytda rejissyor tepadan zastavkani almashtirish haqida aytishdi. Voy, anaqa pastga qaranglar, yangi zastavkalar turlardi, o'zingizlar bilasizlar. Kamerani to'g'rilab, ro'parasida yangi yil bazmi degan chiroyli otkritkalar 8-martda. Keyin
Hurmatli teletomoshabinlar, tabrikladimda. Yangi yil bazmining ikkinchi qismini tomosha qilasiz deyman deb, yangi yil bazmini zastavkasini tomosha qilasiz deganman. Keyin yangi kelgan diktorlar albatta kechki navbatchilikda ishlashar edi, chunki jonli chiqar edik hammamiz. Jonlida har narsa bo'lishi mumkin. Shuning uchun 6 oygacha diktorlar tuningiz xayrli bo'lsin, yaxshi dam oling degan so'zni ikki qator so'z aytilar edi. Hamma diktorlarimiz mana shundan o'tgan, to'g'rimi Dilfuza? 6 oy. Eng oxirida qolar edi. Pishirilardi. 8da ertalab 8da ochilar edi. Shapka ketardi, birinchi kanalniki, 2niki, 3niki, 4niki, ko'pincha diktorskida, diktorlar xonasida 4 ta, 5 ta diktorlar bo'lardi. Har bitta programmaga alohida diktor ishlar edi. Xuddi shunday men ham tuningiz xayrli bo'lsin, yaxshi dam oling deyman deb, men xuddi ertalabki programmani ochayotgandek salomlashdim. Men ustozlarni eslayman, Ra'no opam Jo'rayeva aytib beradilar. Shu har efirda adashib uribdilar-da. Axiyri kirib, Ubay Burxonga kirib, Ubay aka, men keta qolay. Har efirda adashaman desa, "Voy qizim, adashib ursanga adashsam rosa yarashadi" degan ekanlar. Mana Shuhratjon aytdilar, biz o'sha ko'rsatuvlarni dasturini o'qiganimizdan keyin eng kamida 12, 1, ba'zan 2 bo'lardi. O'sha bizni navbatchi mashina bizni uy-mo'y olib borardi. Men Qo'yliq tomonda yashaganim uchun meni butun shahar aylanib, Yunusobodlarni aylanib oxirida borishardi. O'sha paytda men keyin turmushga chiqadigan paytim bo'lgan. Meni o'sha bo'lajak turmush o'rtog'im avtomobil bo'lgan. U bo'lajak turmush o'rtog'im aytardilar-ki, "Men sizni olib ketay, to'g'ri olib borib qo'yaman" desa, men endi shunaqa bir uyalardim-da. Hozir men bu televideniyadan bir yengil mashinaga chiqib ketsam, har xil gap so'z bo'ladi derdim-da, rozi bo'lmasdim. Shu 2,5 soat yursam, o'sha televideniya mashinasiga chiqib ketardim. Turmush o'rtog'im rashk qilgani uchun o'sha mashina orqasidan yurardilar. Ular Jiguli mashinada o'sha bizning mashinaning orqasidan yurardilar. O'sha Chelis Yunusobod, Chelis Sebzor yurardilar. Keyin men baribir rozi bo'lmasdim chiqishga o'sha mashinaga. Ularni gaida ishlaydigan do'stlari bo'lgan, uni hali tayoqchasi bo'lgan. Keyin biz orqamizdan yurishardi. Haligi bizning mashinamiz bitta chizig'i bosib olsa ham, haligi to'xtaturardi, haligi oldimizga o'tib olib, to'xtaturardi. Bo'ldi, siz yo'l harakati qoidasini buzdingiz. Endi ichingizdagi passajir men mashinada ketadi. Biz siz bilan afonimiz qilamiz derdi-da. Keyin oxiri nima bo'lgan? Oxiri haligi ko'p marta yurishgan, lekin men hech qachon chiqmaganman. Oriyat kuchli bo'lganda, bo'lmasam u turmush o'rtog'im o'zim mahallamda yashaydigan odam bo'lgan. To'yimiz bo'lishi aniq bo'lgan, lekin chiqmasdim. To'y bo'ladigan bo'lganda o'sha shofyorimizga Abduval aka edilar. Taklifnoma berganman. Mana to'yimga boring deganman. Keyin ular mendan so'raganlar. Kimga turmushga chiqyapsiz? O'sha orqamizdan yuradigan bolaga chiqyapsizmi yo boshqagami deganlar. Yo'q, o'sha bolaga turmushga chiqyapman deganman. Keyin Abduval aka shunaqa jahllar chiqib ketgan. To'g'ri ma'noda aytganlarki, "Voy Mavluda, shu yigitga turmushga chiqarkansiz. Nega shu necha yil meni ovora qildingiz? Shu Qo'yliqga borishga majbur qildingiz meni" deb rosa astoydil xafa bo'lganlar. Bir sinfdoshimni ko'rib qoldim. Tohir degan, Dilfuz, "Ali, sen chiqsang, men uydagilarga sinfdoshimdan maqtanaman. Televizorga chiqsang, qo'linimda qilib qo'ygan menga salom degandek qilib qo'ygan" dedi. Ha, indinga chiqaman, indinga qilaman, ketdim. Parishtani ominiga tushibdi-da, shu gapim qarang. Soat 18da programma o'qirdik. Kechki dasturni o'qirdik. U ancha uzoq bo'lardi. Nazarimizda bir 5 minut, 6 minut vaqt ketardi. Hech qanaqa hayajon yo'q, operatorim juda ham yaxshi inson, yaxshigina boshlab oldik. Shunda boshlaganimni bilaman, ikkita pashsha Soljon aka. Nimaga aynan yuzimga qo'nadi? Projektorlar chiroyli yuzimga qaratilgan bo'lganligi uchun yuzimga qo'nganda endi o'ylab ko'rsam. Ko'zimga, burnimga qo'nyapti, mashnaqa qilaverdim, ilojim yo'q. Endi eng rasvosi olib boraman. Amallab tugatdim, hushimdan ketib qolgudek bo'lib, mana hozirgi televizorlarimizda har bitta holgacha ko'rinadi. Shuhratjon aytganlaridek, u paytda buriladigan televizorlar antennasi yomon bo'lsa, gap nimadaligini bilib bo'lmaydi. Bashcha ko'rinmagandir ko'proq. Endi oddiy tomoshabin bu qiz jinni bo'lib qolganmi? Kimga salomini yo'llayapti? Bir yaqin odami bo'lsa, shunga salomini yo'llayapti degan bo'lsa kerak. Rahmatli Abdumon aka programma o'qiyaptilar. Programmada dejurniy rejissor bo'ladi Shuhrat aka, dejurniy operator bo'ladi, bitta kamera. Bittasi namuna aytmoqchi, zastavkada turadi. O'qib bo'lgandan keyin mabodo keyingi ko'rsatuv tayyor bo'lmasa, ovoz rejissori muzika qo'yib turadi, zastavkaga o'tib turamiz. Toshkent TVmi bir narsa degan, ya'ni telefilm oldidagi antennamiz, rasmi. Abdumon aka rahmatli O'tbosarov dastur o'qiyaptilar. Boshladik, dastur o'qib bo'lguncha bitta planda turadi-ku o'zi.
Men ham o'zim bilan o'qiyapti, ovozlar yaxshi. Turdim. Orqalarida oddiy o'sha fon diktorga bunday luch tashlangan. Shu olib boryaptilar. Shu monitorga qaradimda, qarasam, orqadagi fon boshqacharoq, Abdumo'min aka mana shunday qilib o'qiyaptilar. Mana shunday. Kadram sal boshqacharoq bo'lib qolgan. Boshqa monitorlarga qarayapman-da, ko'rinmaydi. Bitta kamera, bitta nima. Oynani nariyog'ida ko'rinadi. Rejissyor uni ko'rish uchun orqaga qarashi kerak. Rostakam kadrni ko'rish uchun u yerda nima bo'ldi? Orqaga o'girilib qarasam, tasvirchi yo'q. Abdumo'min aka tikka turib, oyoqni uchida mana bunday qilib dastur o'qiyaptilar. Kamera o'zini bosangini yo'qotib ketib qopti. Tasvirchi yo'q. Keyin endi qo'shnixonaga yugurib kirdim. Kamerani ushladimda, men keldim dedim. Qilsam, u kishi ko'rib turibdi-ku, kameraning tagida, televizorda o'zlarini ko'rib turibdilar-da, o'shanga qarab to'g'rilagan. Yana sekin pasayib o'qib o'tirdik, qotirdik. Operator sal mazasi qochib, sal uzoqroqqa borib ketgan ekan. Abdumo'min aka mana shu holat bilan meni esimda qolganlar-da. Yana bitta narsa, axborotda juda ham zudlik bilan Rahmatilla Mirzayevni chaqirib qolishdi, kimnidir o'rniga u kishini dam olish kunlari ekan. Mana shu endi bilasiz. KPBdan kirib axborotgacha 2 etaj uzun P obrazli koridor. 3 qavat. Montajxonada edik. Derazadan shunday qarasam, Rahmatilla aka uy kiyimida, shortikda, slansida yugurib kompaniyaga chiqib kelyaptilar. Qiziqdim-da, montajxonadan koridorga chiqdim. Unaqa tez yugurganlarni ko'rmaganman. Qaraysan deb o'tib ketdilar. Shortikda. Axborotga bordik. Shu borsak, men sekin boryapman. Rahmatliga yugurib bordilar, rahmatli. Qarasam, shu efirda o'tiribdilar, anaqa kostyum, galstukda o'tirib, bir nimanidir kelib qolgan, o'qiyaptilar. Kim aytdim? Haligi Rahmatilla keldi. Bu qachon kostyum galstuk o'qiyaptilar, normal, seriozniy o'qib bo'lgandan keyin Qodir aka o'tdi-da, o'tib bo'lganiga Rahmatilla bo'ldi dedi. Endi studiya ochilib chiqib kelyaptilar. Juda ham kulgili holatda endi. Qo'llarida tekst, kostyum shu, galstuk, ko'ylakcha va shortik silasida. Afsonaviy bir doston bo'lib qolgan bir voqea bor diktorlar hayotida. Odatda soat 4 dan boshlab 9 gacha diktorlar xonasi qaynardi-da. Bir 10 ta, 12 ta diktor yig'lardi. 2 ta axborot, 2 ta yangilik, 2 ta programma, hamma qaynagan. Ko'rsatuvlar, hammalik xotinlar anaqa vareniyalarni olib kelgan, pecheni u yoqqa olib kelgan, hamma choy. Yigitlar haligi choy damlagan, qiy-chuv, suhbat, haligi munozara boshqada, o'shanaqada haligi stolda to'lib ketgan papkalarga, ko'rsatuvlarga, e'lonlarga 2 ta programma aralash, quralash. Bir opamiz 2 tilli diktor bo'lsa, 2 tilda programmani ochardi. Rus tilida bitta o'ris ayol ochardi, yo o'zbek tilida bitta o'zbek ochardi. Shu o'tirib gapdan bo'lib, boshqa bo'lib, birdaniga o'sha 5 minut qoldi. "Davay, chiqmaysanmi?" deyishganda, "Programmam qani? Programmam yo'q-ku." Вот здесь русская программа. А давай русская программа. Tarjima qilib olaman deb kirib ketganlar haligi to programma ochilguncha haligi stolda o'tirib studiyada tarjima qilganlar oson bo'lgan. Soat 18 da yangiliklar, ketidan multiplikatsion film, ketidan g'alla o'rimi boshqa bir ko'rsatuv, 7:30 da ruscha axborot, yana bitta ko'rsatuv, 8:30 da yana o'zbekcha axborot, boshqa oson edi. Oson o'zlaricha tarjima qilyaptilar-da. Shundan darrov o'tirganlarda tarjima qila boshlaganlarda endi byuroda mashinist yozardi, yo harfi ye bo'lib yozilardi. O'sha yerda bir multfilm bor, endi mashhur multfilm bo'lgan Jil был пёс degan multfilm bor. Bor. Endi rus tilida kelganlarda tak, endi Jil был пёс deb yozilgandi. Keyin bunday qilganlarda o'zlaricha tarjima qilganlarda, shundan soat 18 dan 15 minut o'tganda bolalar uchun Yashar edi pes multiplikatsion film tomosha qilasiz. Aytib o'tdim. Aziz teletomoshabin do'stlar, tabiiy shunday savol tug'ilishi mumkin. Bor yo'g'i suxandonlar shumi? Biz juda ham ko'pchilikni ko'ramiz-ku oynai jahonda demoqchi bo'larsiz. Suxandonlarimiz, jurnalistlarimiz, ekran chehralari ko'pchiligi ijod bilan band.
Hozir mana shularning ichida ham qo'l bilan ko'rsatib o'zlarining ismlarini aytmayman. Zo'rg'a o'tirishibdi, zo'rg'a o'shab turibman. Ko'rsatib tugatib olaylik deb. Shuning uchun aziz do'stlar, e'tibor berib eshitasizlar. Biz bular bilan hali yana ko'proq uchrashamiz. Bir qiziq voqea bo'lgan. O'zimiz o'qiganmiz. Qishloq xo'jaligi ko'rsatuvlari bo'lardi o'sha paytda. Paxtazor Mardlar maydon degan. Iyul oyida bo'layapti. Dozar palla, o'sha sug'orish pallasi Jizzax viloyati Mirzacho'l tumanidan Abay nomli xo'jalikdan bir inson kelgan. Har kun o'sha insonni televizorda, radioda e'lon qilishadi, juda mashhur bo'lib ketgan va bir kun kelganlar. Traktorchi, suvchi o'zlari kelganlar, o'tirimiz. Rasul aka endi shunaqa voqeliklar endi mana Paxtazor Mardlar maydoni, shu dozar palla, sug'orishlar qanday ketyapti, hammasini gapirganlar. Sen ham gapir dedilar nimaga? Traktorchiga. Sen ham gapir suvchi dedilar. Endi ukajon dedilar. Kechirasiz dedilar. Biz hozir borishimiz kerak, kecha suv sug'orishimiz kerak. Suvdan qolib ketsa, bilasizmi, ertaga nima bo'ladi deb shunda o'rlardan turib ketganlar. Sodda dil inson edi. Aytib o'tmoqchiman, behisob shukrlar hamma diktorlarimizni hurmati shunaqangi balandki, hamma diktorlarimizni hamma rahbarlar har doim hurmat bilan sizlab tilga olgan, hatto biz xato qilganimizda ham bizga qattiq gapirilmagan hech qachon. Bir olim aytgan, diktorlar bizni o'zbeklarning milliy qiyofasi degan. Milliy qiyofasi bu juda katta. Yuzi hisoblangan. O'shaning uchun menimcha mana shu yerda o'tirganlar barchasi o'sha millatimizning yuzi. Namunahonni hech kim bilmaydigan jihati, buni rekordlar kitobiga kiritish kerak. Bilasizmi nimaga? Qaysi masalan? Bu efirga rosta 30 sekund qolganda kelardi doim. Bundan xabarim bor. O'zim nechmadir. Bilasizmi? Shu namuna qani deb hech kim so'ramasdi. Namuna keladi. Faqat ozgina qolganda keladi. Programma ochilishidan oldin birinchi kanal ham, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi kanallarda raqamlar aylanar edi. O'shanda programmada xavotirda o'tirishardi, aytishardi. Mana shu aylanguncha kelsa namuna keladi deyishardi. Men harakat qilardim doim vaqtida kelishga. Har doim ham men kechga qolmaganman. Siz kechga qolmagansiz, vaqtida kelardingiz. Vaqtida kelardim, lekin 15 minut oldin kelish kerak edi. Bir marta shunday narsa bo'lgan, hodisa bo'lgan. Biz Surayo Ermatovani taniysiz, bugun Abloqulova. Birga mashinada kelyapmiz. Men programma ochishim kerak soat 6 da. Soat 20 ta kam 6 bo'ldi, lekin biz ancha uzoqdamiz. Surayoni hammanglar yaxshi bilasizlar. Mashina haydashda Surayoga teng keladigan shofyor bo'lmasa kerak. 40 minutlik yo'lga bemalol 2 soatda yetib borasiz. Chunki yo'l qoidalariga juda ham aniq va tiniq rioya qiladi. Mana bu yerga kelib qoldik, soat 10 ta kam 6. Hozir anaqa yonsin, yashil yonsin. U yashil yonishini kutyaptim. Men o'tirgan joyimda betoqat. Ham betoqat, ham grim qilishga ham ulgurishim kerak-ku. Men grim qilib o'tiribman. Yugurib keldim. Studiyaga kelib o'tirgandan keyin haqiqatda birinchi kanalda anaqasi endi anaqa, lekin tekstni o'qishim uchun nafasimni hali rostlaganim yo'q. Yugurgandan keyin o'zingiz bilasiz. O'zingiz aytdingiz, o'sha yoqdan ikkinchi etajga chiqib, APB2da chiqdimda, endi programma ham o'sha kuni bilmayman, 3 varoq ekan. Farhod aka, nima qilishimni bilmadim-da. Assalomu alaykum hurmatli teletomoshabinlar. O'zbekiston kanali o'z ko'rsatuvlarini boshlaydi dedi. Bo'ldi. Qotib turdim. Ozgina qarab turishdi-da, tushunishdi. Men u yoqqa o'qim. Keyin sekin u yoqqa o'tib ketishdi. Lekin meni nafas olganimni, hansiraganimni hech kim bilmadi. Namuna bilan bitta bog'liq o'zimda bo'lgan. Men o'sha rejissyor ko'zimni ko'rsatuvni berish uchun kelib kasetani berib, ko'rsatuvimiz tayyor, Ma'rifat redaksiyasidan namuna uni e'lon qilib beradi. Nimada? APB1da. Namuna har doim grimni qilib bo'lgandan keyin ham kelib diktorlik stoliga o'tirganda albatta oynachasini oladi-da, labini alohida bir marta bo'yaydi. Endi avval hazillashdik, ozgina vaqt bor edi. Eshikni oldida hazillashdik, vaqt bo'ldi deb. Joyga kirdim, men nimaga kirdimda, qitmirligim tutdi meni. Hali bor. 1 minutcha borda. Programma rejissyori aytadi, "Tugayapti, diktoring tayyormi?" "Ha, diktor tayyor." Dal kinogan bosib. "Namuna diqqat" desam,
Unda bo'yanayotgan joyda bunday qilib qo'yadi-da, bunday qilib tayyorlanadi. Keyin shu o'tsa chiroq yonadi, o'zini ko'radi nimada. Vaqt o'ligim tutdi, keyin namuna diqqat dedi. Endi boshlayapti. Bunday qilib qo'ydi-da. Bo'yangan, tayyor, yana bir haligi. Yana bir garantiya qilib. Bunday turdi. Hali bor ekan. Eshitmay mikrofon ochilmadi. Bu narsa dedim, mana bu narsa so'kdi, qarg'adim. Oynani oldida yana bafurji. Shu tariqa bir 4 marta aldadim. Diqqat deyman, qo'yadi, yana oladi, diqqat deyman, qo'yadi, oxiri bir narsa qilib javraydi. Ha, aytishyapti-da, u yoqdan tayyorlandi dedi. Bo'ldi dedi. Rosta kamiga kelganda ishonmay qoldi-da. Mana dedi, namuna diqqat o'tyapman. Men o'tib qo'ydim deyapman. Ne qiladi? Bo'yanaveradi. Shaqqa deb efirga yonib, namuna bo'yanyapti. O'zini ko'rdi-da. Shuni tashlab yubordim. Oynani ham hamadan shunday qilib boshladi. Lekin efirga ketdi. Uyga borganda keyin namuna Zoirova efirda bo'yanib turib qo'yib, keyin gap boshladi. Hamma gapiryapti. 78 yanvar oyida axborot o'qishimiz kerak. Bir opa bo'lardilar u paytda. Qilichova degan opa bo'lardilar. Siyosiy ko'rsatuvlar bo'yicha rejissor edilar. Kirib o'tirdilar o'sha yerga. Axborotni ikkitaga bo'lganmiz. Ayol, erkak o'qish kerak. Men o'zimga tayyorlab o'tirganman. Hali Nasiya opam birga o'qishlari kerak. Keyin axborot yo'q. Opa olib ketib qopti. Hali Qilichova. Yugur dedilar, men qaqqa desam, Qilichova shut yuguraman, qor yog'ib turibdi. Mana bu ochiq edi u paytda. Shunda trolleybusga shunda chiqayotgan paytda shunda qo'llarini sumkasini oldim. Sumka bilan qochdim bu yoqqa. Shunda keldim, soat ketyapti halicha. deb keldim. Bir amallab keldim, nasib olib keldim dedim. Voy Xudoga shukr dedilar-da. O'tirdik, assalomu alaykum deb kim boshladik halijoda. Namuna pam har qanday sharoitdan chiqib ketadi diktorlar degani bir esimga tushib ketdi. Endi yoshgina qizcha o'sha yangi boshlagan paytlarimda to'g'ridan to'g'ri kommunal to'lovlar bo'yicha suhbat bo'lishi kerak ko'rsatuv endi. U ko'rsatuv yarim soatga mo'ljallangan ko'rsatuv bo'lsa, unda bir 6 tacha odam, 6 ta 7 ta odam ishtirok etadi deyshti. Men yaxshi dedim, menga savollar berib qo'yishgan. U paytda endi hozir yaxshi bilsam bu sohani, u paytda yaxshi aqlim yetmaydi. Olib borishim kerak ko'rsatuvni. Bir mahal qarasam, ikkitagina mehmon kelgan. Qolgan 5 tasi yo'q. Yarim soat ko'rsatuv ketish kerak. Yana aksiga olib gapirmaydigan mehmonlar bor, ba'zi keladi mehmonlaringiz juda ham chiroyli gapiradi, yaxshi ko'rsatuv o'tadi. Bitta savol beraman, bitta javob berishadi. Bitta savol beraman. Endi yarim soat vaqt o'tkazishimiz kerak ikkita mehmon bilan. Amalladim. Endi ular javob berayotganda o'ylayman, qanaqa savol bersamki, yonimda savol tugadi haligi ko'rsatuvga berilgan. To'g'ri, endi tomoshabinlar buni sezmagan, lekin ertasiga keyin Ra'no opamla Jo'rayeva, Dilfuza amallab o'tkazdilar yarim soat. Bizda undan battari bo'lgan. Trakt degan narsa bo'ladi. Bor, trakt bo'ladi. G'alla Aristotimiz degan ko'rsatuv Alisher aka. Trakt paytida ikkitasi keldi, chala-chulpa gapirishdi-da. Keyin ularga kimdir maslahat beribdi-da. Haligi mardlik uchun 100 gram debdi-da. Ular borib yuzni ko'proq ovorishgan ekan. Efirga soat 6 ga g'ilay bo'lib kelishdi-da. Yarmi suhbat, yarmi haligi kadr ortidan o'qiladigan matnlar bo'lardi. Kadr ortidan o'qilgan matn turibdi, o'tib ketishimiz kerak unga. Faqat bitta savol bersam, ular o'zlari gapirib ketish kerak edi, boshqa aralashmasligim kerak edi. Mana bu yilgi g'alla yig'imida sizlar birinchilardan bo'libsizlar. Bunga qanday erishdinglar desam, bo'ldi, yo'q gapirib ketish kerak edi. Qanday erishdinglar desam, shunday. Hayajonga tushib ketgan. Ha, qarab o'tiribman. Nima deyishim kerak yana deymanda, bundoq qarab turib haligi matnni o'qiganman-ku. Mana qanaqadir yangi nav ekkan ekansizlar desam, shu oxirigacha shunday deydi. Dilfuza aytgandek, har bitta botanikada o'qigan g'alla haqidagi, o'simlik haqidagi savollarim hammasi tugadi. Mana dedim, an 2 navni ekibsizlar. O'sha an 2 dan boshqa nav ham bormi? Desam, bor deydi. O'sha navni eksanglar, g'alla bunaqa bo'lmasligi mumkinmi? Mumkin edi. Xullas kalom gapirmaydi. Keyin nima tugagandan keyin birinchi marta faxriy yorlig'ini shunga olganman efirni. Bekami ko'z o'tkazgani uchun.
Shuhrat, eslang, bundan 24 yil oldin aynan mana shu studiyada edi. Programma ochganimizdan keyin o'sha rus tilidagi barcha so'zlarni o'zbek tiliga tarjima qilib o'qirdik. Shunda bitta multfilm tarjimasi kelib qolganda, kechgan sizlar diktorsizlar. Hozir mana shu multfilmni tarjima qilasizlar. Yana jonli, dublajda jonli efir paytida. Efir paytida soat 6 da programmani ochdik, keyin men adashmasam maymuncha bo'lganman, siz ilon bo'lgansiz. Shunaqa obrazga kirib ketganmiz. Ko'rib olganmisizlar avval multfilmni? U multfilmni oldin ko'rganman, yoshligimda ko'rganman. Hozir ham beradi qo'g'irchoq. Fil bo'lardi, gapiradigan, keyin martishka bo'lardi. Ilon bo'lardi. Da. Katta ilon. Endi qarangda, obrazga shunaqa kirib ketganmiz, Solijon. Nimagaki? Nega deng? Chunki ko'p urushardik-da Shuhrat bilan. Shu multfilm orqali, mazza qilganmiz. Bir-biringlardan qasd olib, zoologiya, botanika, biologiya, har xil fanlardan esinglarda bo'lsa, jonli efir ketardi, dars. Bitta boshlovchi va bitta mutaxassis. Zoologiya darsi men Ma'rifat studiyasida ishlaganim uchun menga tushdi, rejissyorligi. O'ta juda qiyin ish emas. 3 ta kamera turadi. Bitta kamera detalga ishlaydi, bitta kamera boshlovchiga, bitta kamera mehmonga. Bo'ldi, tamom. U yoqda rejissyor ishlayveradi. Zoologiya darsi. Bankada tarantula o'rgimchagini olib kelgan. Olib kelib qo'ydi-da, bugungi darsimiz mana shu zaharli bir mana shu nasikoma haqida bo'ladi dedi. Tarantula katta endi. Rosa u haqida gapirishdi-da, endi men bankada uni krupni ko'rsatib turibman, operator olib beryapti. Keyin hali yog'och pensiti bor ekan, mana hozir buni qorin tomoni oqaradi zaharga to'lgan paytida, hozir qornini bunday qilib turibdi-yu. Pensit bilan oldi, og'ir aylantirdi, bitta oyog'idan ushlab ko'tardi, bitta oyog'idan, 8 ta oyog'ini bittasidan ko'tardi, aylantirdi, qorin tomonini kameraga ko'rsatdi, oqargan, mana o'rkachini ko'ryapsizmi dedi, bu hozir rosa to'lgan dedi. Qanchalik zaharli dedi, bu juda ham xavfli, bu bizda juda yo'q, bu cho'l zonalarida juda bo'ladi. U deb turgan joyda ular chalg'ib ketdim deb bir-biriga ko'rsatdim, bunday qildi-da, stol bankani ustidan ketdi. Aslida bankani ustidan olmaslik kerak. Bunday qilib turgan paytda o'rgimchaga bunday qilib bitta oyog'i uzildi-da, qolgan joyi tushdi, oyog'i pensitda qoldi. Pastga tushib ketdi. Men rosa o'sha yirik planda turuvdim. Tarantula oyoqda qoldi-da kamera. Boshlovchilardan birontasini ko'rsatib yuborayin deb qaramabman-da, o'zimizni boshlovchini kamerasiga bunday otsam u yo'q. Kamera bo'm-bo'sh. Stul. Yo'q, qochib ketmagan. O stuli tagiga kirib tarantulani qidirayotgan ekan. Shoshilganimdan unga o'tibman. Knopkani bossam ikkinchi kameraga unda bir odamni orqasi ko'rinyapti. Anaqa kimdir stolni tagida bir narsalar qilyapti. Aniq nimaga o'tishimni bilmayman. Programma rejissyori markazdan baqiryapti. Esinglarni yeganmizlar. Ana u odam nima qilyapti? U orqasi bilan kamerada yirik bilanda. Zastavkang yo'qmi deydi. Zastavkaga o'taman desam, kimdir o'ynab kamerani boshqa joyga qaratib qo'ygan ekan. Keyin yo'q, programmadagilar o'zlari o'tib ketishdi, rahbarlarimiz studiyaga yugurib kelishdi. Ular kelib meni urishyapti. Nimaga to'g'ri o'tmaysan deb. Men haligi bankaga qarab kulyapman-da, tarantulani topib olishibdi. Bankaga solib qo'yishibdi-da, hali uzilgan oyog'ini ham solib qo'yishibdi. Aziz do'stlar, suxandonlar bilan yig'ilishimizni yana bir yaxshi tomoni bor-da. Boshqa kayfiyat ko'rsatuvlardan farqli o'laroq, bular poeziyaga yaxshi e'tibor berishadi. Ya'ni she'rxonlikda masalan she'rni shunchalik o'qish bor. Hatto shoirni o'zi ham bularga o'zini she'rini o'qitib maza qilgan paytlarini ko'rganman. Shuning uchun agar kimda kim bisotida yodlangan bir bayt, g'azallar yo she'r bo'lsa, marhamat bir eshitsak. Farhod aka o'zingizdan boshlasak ustoz. Mirtemirda shunday bir satrlar borki, kechalar mijja qoqmay ko'z nurlarim to'kilib, yaxshi qo'shiq ishqida sinam hatto so'kilib, yurakkinam qurimga yuzgal ko'milsa hamki, paysallashga vaqtim oz. Ter to'kaman, jilaman, mayli ayoz, mayli yoz. Halol non oshab yashay, bir ushoq yemay tekin. Mehnatkash yurt oldida yuzim bo'lsin toyim oq, kekkaymoq havas yo'q, meni ilhomga shaydo. Tuprog'i zar, toshi gavhar degan ham bor. Yagonasan, jonajon degan ham ko'p. Birov undoq, birov bundoq to'qirmoqtov. Undoq emas, bundoq emas. Aziz vadov, ko'lu tog'lik, bog'uroqlik o'zbek elim. Momo yurti, bobo yurti, chambil belim.
sen biz uchun ham non, ham osh, mangu meros, avlodlarga meros tuproq, oltin beshik, kelsa qardosh, kelsa qo'noq, lang'irt eshik. Tiriklikda diyorimsan, bol va oq sut, o'lsam agar mozorimsan, ey ona yurt deb. aka, Endi bugun yaxshi kayfiyat bo'lgani uchun bir kayfiyat ko'taradigan she'rlardan aytib bermoqchiman. Mana ustozimiz Erkin Vohidov esladilar. Juda ham yaxshi ko'raman ularning ijodlarini. Matmusani latifalari bor, juda ko'p. Shundan bitta qisqarog'i bor. Mehmon juda azizdir donish qishloq tomonda. Derlar, mayli biz o'lsak, mehmon bo'lsin omonda. Mana shaharlik mehmon qishloq kezib yuribdi. Unga go'zal tabiat ma'qul bo'lib turibdi. Ayniqsa To'polonsoy mehmonga yoqib ketdi. Oh deb suvga tushdi, oqib ketdi. Goh cho'kar, goh ko'rinar, dod solar, qutqaringiz, spasite, dasbideh, oh my friend, help me please. Ispancha, portugalcha, lotincha qichqiradi. Belida ushlab Matmusa hayron bo'lib turadi. Ha shuncha tilni o'rganib boyvachcha bo'larmiding? Ha undan ko'ra suzishni o'rgansang o'larmiding? Ovozi o'chganida suv kirib tomog'idan, mehmonni olib chiqdi ushlab bo'yinbog'idan. Shaharlikda der Matmusa ko'nglida. Kerakli arqonini olib yurar bo'ynida. Qirg'oqqa chiqdi shoshmay, so'ng aqlini yuritib, arqonidan daraxtga osib qo'ydi quritib. Solijon aka, bundan bir necha yil oldin men Assalom O'zbekiston dasturini olib borganimda menga berishgan tekstda bir she'r bor edi, afsuski avtorini berishmabdi, lekin bu to'rtlik menga juda ham yoqib qolgani uchun yod olib qolgan edim. Mana turna qaytdi qumrilar, qay bir daraxt yiqildi, qay tosh surilar. Boshga tushganini ko'zla ko'rilar, turnalar qaytguncha omon bo'laylik. Bildirmay o'tar odamlar. Suvga ketgan kabi ketar odamlar. Dunyo hammamizga yetar odamlar. Turnalar qaytguncha omon bo'laylik. Turnalar qaytguncha omon bo'laylik. Men hozir ko'rsatuvda ishtirok etishim bilan birga bilasizmi, 24 yil, 30 yil orqaga ham qaytyapman. Hozir mana siz ko'p narsalarni eslatdingiz. Shu tekstimizda ko'pincha shunaqa so'zlar ishlatilardi. Umr oqar daryo. Biz yosh bo'lganmiz, 25-30 yosh, bu so'zni o'qirdim-u, lekin ma'nosiga hozirgidek yeta olmasdim. Umar Xayyomda bir baytlari menga yoqadi. Keksa yosh har kimki hayotga yetar. Hammasi izma-iz birma-bir o'tar. Bu dunyo hech kimga qolmas abadiy, keldilar ketamiz, kelishar ketar. Hayot shunaqa tez o'tib ketyapti. Umrimiz haqiqatda mana shunaqa tezlik bilan o'tib ketyapti, lekin har bir vaqtimiz, har bir soniyamiz, har bir daqiqamizni qadriga yetib yashaylik. Ofarin. Do'stiga jonini qiladi qalqon, do'stdan yaxshiroq bormi hech qachon. Ikki do'st turarkan yelkama-yelka, tog'larni aylaydi utilka. Jahon shodliklari yig'ilsa butun, do'stlar diydoridan bo'la olmas ustun. Do'stlar omon bo'lishsin. 1974-yil Mahsun Yusuf sabab Erkin Vohidov menga she'r berganlar. Yurtim, seni oldim yana qalamga, qutlug' kuning bahona bo'lib, yana kelib qo'nding tongi misramga, falak nisor etgan durdona bo'lib, iqbol peshonamga bitgan oshyonim O'zbekistonim deganman. Tolim bor ekan senga ham nafas, otashin quyoshing bilan yo'g'rildim, 100 yil avval emas, 100 yil kam emas, tug'yonli asrda senda tug'ildim. Gullar sochding men ilk bosgan qadamga, bag'ring menga nurli koshona bo'lib, jahon ichra mening tengsiz jahonim O'zbekistonim. Osiyoxon degan suluv sanamga, oltindan sepu atlas so'zona bo'lib, yonib turgan yorug' munis makonim, onajonim, yuragim, jonim mening O'zbekistonim degan mazmun. Rahmatli Alloh rahmat qilsin Norman Narzullayev xalq shoiri.
Ko'k qa'ridan sadolar kelar, yer bag'ridan nidolar kelar. El dilidan duolar kelar, donishmand u dono o'zbeklar. Yaxshilarni bag'riga olar, yomonlardan bir umr tonar. O'z yurtim deb yuragi yonar, o'z xalqiga fido o'zbeklar. O'zbekiston o'zbegim manim, jonu tanim, davlatim manim. Har biringizni tinglab, xatti-harakat, ko'z qarash, hattoki o'sha og'iz harakatlari hammasini yaxshilab sinchiklab tomosha qilib kuzatib o'tirishga harakat qildim. Va shunaqa xulosaga keldimki, inson hayotining asl mazmuni o'tgan qiyinchiliklarini, o'tgan azob va uqubatlarini xursandchilik bilan eslay olishdi. Haqiqatan agar o'sha vaqtga qaytadigan bo'lsak, o'sha har xil qiyinchiliklar o'zi bo'lmagan. Chunki o'zim ham ilk bora Assalom O'zbekiston dasturida birinchi o'sha suratga olish kunini eslasam, uyga borib juda ko'p yig'laganman. Chunki eng birinchi xatoyim, chunki men tayyorlanmaganman. Birinchi shunda o'tkazishgan, o'sha aytganingizdek kasting deyiladi-ku. Shundan o'tganman, ertasi kuni chaqirishgan. Kameralar qayerda joylashgan, qaysi biriga qarash kerak umuman bilmaganman. Go'yoki atrofimdagi insonlar meni turtkilayotgandek yoki meni tushunmayotgandek ko'rinishgan. Aslida bu maktab bo'lar ekan, maktab vazifasini o'tar ekan. Qiyinchiliklar bizni o'rgatar ekan. Mana shunaqa qiyinchiliklarni siz ustozlardek kulgu bilan bir kunmas bir kun kelib xursandchilik bilan eslash hammamizga nasib qilsin. Bugungi ko'rsatuvda ishtirok etib, sizdek insonlar bilan mahorat darsini o'tganimdan bag'oyatda xursandman. Kelganinglar uchun minnatdormiz, hamkorliklaringiz uchun. Farhod aka, Shuhrat aka, katta rahmat. Uyushgan holda kelib ishtirok etganlar uchun. Sog' bo'linglar, vaqtimizga omon bo'linglar. Sizlar bilan yana ko'rishamiz degan umiddamiz. Aziz teletomoshabin do'stlar, o'zingizga ma'lum, qanchalik gaplashsak gapimiz tugamaydi, ko'rsatuvni tugata olmaymiz. Har doimgi gapim, vaqt oliy hakam. Vaqtlar belgilangan. Shunday ekan, yaxshi bir ilinjlar bilan xayrlashmagan holda keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha omon bo'ling, sog' bo'ling, bugungi kayfiyatni yanagi ko'rsatuvgacha ushlab turing deymiz.